Tushda hayit ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning ta'kidlashicha, tushida Eid Qurbon hayiti bo'lganini ko'rsa, bir aqlli odamga ishi tushishini bildiradi. Agar tushida Eid Ramazon hayiti bo'lganini ko'rsa, bir zohid va obid kishi bilan suhbatdosh bo'lishi va undan diniy foydalar ko'rishini bildiradi. Kirmoniy aytadiki, tushida hayit bo'lganini va odamlar yasanib chiqqanlarini ko'rsa, agar mahbus bo'lsa ozod bo'lishi, izzat va obro' sohibi bo'lsa, izzat va obro'si yanada ziyoda bo'lishini bildiradi. Agar bu tushini hayit yaqinlashganda ko'rsa, oqil bir kishi bilan muomala qilishini bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.